250 million daromad qilamiz. Mahallada qancha ayollar ishli bo'lyapti buning orqasidan. Kirishib, yordamlashadi, pullarni beramiz. Abdurasul Ahmedov Farg'ona tumanidagi Guzar mahallasida istiqomat qiladi. Hududda issiqxonalar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Ayniqsa qalampir yetishtirishda aholi tajribasi ortib, bu driver yo'nalishlardan biriga aylanib ulgurdi. Tadbirkor yigitimiz bor, G'anijon degan. Shu kishi ancha yangilarni kirgizib, hammaga o'rgatib, tadbirkorlikni boshlab shu kishi boshlagan issiqxonani. Biz ham daromadini bir ko'rib turib, biz ham havas qilib bularni qildik. Endi 4 yildan beri ekanmiz. Daromad yaxshi, Xudoga shukr. Avvallari tomorqamizda mevali daraxtlar bo'lsa-da, ulardan yaxshi foyda olinmagan. Shuning uchun iqlim sharoitidan kelib chiqib, qalampir yetishtirishni yo'lga qo'ydik, deydi tomorqa egasi. Bitta gilos bor edi. Bizni sharoitimizga gilos tushmas ekan. Bir 10 yil, 12 yil, 13 yil kutdim, hosil bo'lmagandan keyin gilosni olib tashlab, qolganini issiqxona qildik. Qishlog'imizda ko'pchilik hozir shunga harakat qilib, shu issiqxona qilyapti ko'pchilik. Qishlog'imiz sharoitiga juda yaxshi mos keldi bu. Issiqxonada 2025-yilning noyabr oyida ekilgan ko'chatlardan hozirda hosil yig'ishtirib olish ishlari boshlangan. Buni qora akula degan tur ekan. Eng o'sha bozorbop, ham tosh bosadigan, kilo bosadigan yaxshi sort ekan shu. Altaradan ko'chatchilardan olib chiqamiz, ko'chatlarini olib chiqib tayyorlash berishadi. Biz tashvish qilmaymiz. Qanaqa sotaman, qayerga boraman deb. O'sha 10 kun, bag'i yaxshi kelsa 8 kunda uziladi. O'zlari kelishib, tortib, pulni berishib olib ketishadi. 18 sotix maydondagi issiqxonada tomchilatib sug'orish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. O'g'itini ham suv bilan beramiz. Shu tomirda o'ziga shunday tushib qolar ekan o'g'it ham. Juda yaxshi ekan. Isitishda katyonlarimiz bor. Umrga moslashtirilgan issiqlari yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr. Mahallada yetishtirilgan qalampir nafaqat ichki bozorga, balki eksportga ham yo'naltirilayotgani ushbu yo'nalishning yanada rivojlanishiga, yer maydonlaridan samarali foydalanishiga xizmat qilmoqda. Sifatli va raqobatbardosh mahsulot yetishtirishda viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining Farg'ona tuman bo'limi mutaxassislari ham amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. 2025-yilda 700 ming dollarga yaqin miqdorda qora akula qalampiri eksport qilingan tuman miqyosida. Xudo xolasa bu yil maydonimiz ko'proq. O'tgan yili 2 gektarda amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi kunda 3,5-4 gektarga yetib qoladi. Masalan, mana bitta xonadonda o'zida 18 sotik bo'ladigan bo'lsa, bunaqa xonadonlarimiz juda ko'p. Iloji bo'lsa, bu yil mana 2026-yilda biz bu soha bo'yicha eksportni ko'proq amalga oshirishdi. Bu miqdorda 1,5 million dollarga chiqarishni maqsad qilmoqchimiz hozir. Ta'kidlash mumkinki, 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida Farg'ona viloyatida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ilg'or tashabbuslar qo'llab-quvvatlanib, ularni munosib daromadga aylantirish chora-tadbirlari ko'rilyapti. Xususan, issiqxonalar faoliyati ham serdaromad yo'nalish sifatida oilalari farovon hayotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.